Kitobning 118-betida kvadratli panjarada fazoviy jismlarning turli ko'rinishlarini chizish. Qarang va o'rganing. Har bir fazoviy jism birlik kublardan iborat. Kvadratli panjarada har bir jismning yuqoridan, oldindan va yondan ko'rinishini chizishimiz kerak. Endi A variantini ko'ramiz. Bunda demak, mana bu jism berilgan va buni yuqoridan ko'rinishi, oldindan ko'rinishi va yondan ko'rinishini demak chizib olishimiz kerak. Endi yuqoridan bo'ladigan bo'lsa, biz nazarni demak yuqoridan qaratamiz. Yuqoridan qaratganda shunda bizda 1, 2, 3 ko'rinishida demak mana bunday ko'rinishda demak aks etadi. Agar biz altdan qaraydigan bo'ladigan bo'lsak, unda bu tomon bilan mana bu tomon ko'rinadi. Qolganlari bizga ko'rinmaydi. Ya'ni ikkita mana bunday demak kub bor ko'rinishida ko'rinadi. Endi yondan qaraydigan bo'lsak, albatta bizda 1, 2, 3, 4 ta mana shu tomon faqatgina ko'rinadi. Va bu mana bu ko'rinishda aks ettirilgan. Endi bu yerda qiz aytayapti, men yuqoridan qaraganimda 3 ta kvadrat yuzini ko'raman. Ya'ni mana bu 3 ta kvadrat yuzi. Men altdan qaraganimda 2 ta kvadrat yuzni ko'raman. Ya'ni 2 ta. Men yondan qaraganimda 4 ta kvadrat yuzni ko'raman. Demak, umumiy jismni 3 xil holatda 3 xil ko'rish mumkin. Yuqoridan, altdan va yondan.